2026-yil Ramazon oyi uchun taqvim. Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Kirib kelayotgan Ramazon oyingiz muborak bo'lsin. O'zbekiston musulmonlar idorasi ma'lumot berishiga qaraganda, bu yil Ramazon oyining 1-kuni 18-fevral sanasiga to'g'ri kelmoqda. Oy chiqishiga qarab yana bir kunga farq qilishi mumkin. Ushbu taqvim esa O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan tasdiqlangan taqvim asosida tuzilgan. Yana bir narsani eslatma sifatida aytib o'tish kerakki, misol uchun Ramazon oyining 1-kuni 18-fevral og'iz yopish 5:55 bo'lsa ham, ehtiyotni inobatga olgan holatda 15-20 minut oldinroq og'iz yopish tavsiya etiladi. Misol uchun og'iz yopish 5:55 gacha bo'lsa, 5:30-5:35 gacha og'iz yopish tavsiya etiladi. Og'iz ochayotganda ham ehtiyotni inobatga olgan holatda haqiqatan shom namozi bo'ldimi, azon aytildimi, shularni inobatga olgan holatda og'iz yopish hamda og'iz ochish tavsiya etiladi. Eslatma sifatida aytib o'tamiz, ushbu jadval Toshkent vaqti bo'yicha tuzilgan. Toshkentdan boshqa viloyatlardagi vaqtlar farqi quyidagi jadvalda keltirildi. Ushbu jadvalda yuqori qismida Toshkentdan oldingi viloyatlar keltirilgan, pastki qismida esa Toshkentdan keyingi viloyatlar farqi keltirilgan. Farq daqiqada. Vaqtlarni hisoblayotgan paytda ham ehtiyotni inobatga olish esdan chiqmasin. Og'iz yopayotganda 15-20 minut oldinroq og'iz yopish tavsiya etiladi. Og'iz ochayotganda ham haqiqatan shom namozi bo'ldimi, azon aytildimi, shularni e'tiborga olish yoddan chiqmasin. Ushbu jadvalda esa saharlik duosi keltirildi. Yuqori qismida arabcha varianti, pastki qismida esa kiril alifbosidagi o'qilishi va eng pastki qismida esa o'zbekcha tarjimasi keltirildi. Ushbu jadvalda esa iftorlik duosi keltirilgan. Arabcha, kiril alifbosida hamda o'zbekcha tarjimasi. Ushbu jadvalda esa tarobeh tasbih duosi keltirilgan. Eslatma sifatida aytib o'tamiz, Ramazon boshlanishidan bir kun oldin tarobeh namozlari masjidlarda boshlanadi. Tarobeh namozlarini o'qishni o'rganish yodingizdan chiqmasin. Agarda siz tarobeh namozini o'qishni bilmasangiz, YouTube qidiruv bo'limiga tarobeh namozi deb yozsangiz, umumiy holatda video qo'llanmalar mavjud. Yoki Telegram kanalimizga yoki YouTube kanalimizga ulangan holatda bemalol YouTubedan o'rgansangiz bo'ladi. Hamda kimda kim 5 vaqt namozni o'qishni bilmasa, bizda YouTube kanalimizda 5 vaqt namoz hammasi mavjud. Hamda video ostida ham yozib qoldiramiz. Bemalol ko'rib o'rgansangiz bo'ladi. Yordam kerak bo'lsa, video ostida yozib qoldiring, qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Hamda Ramazon oyida Qur'oni Karimni mutlaqo bepulga to'liq holatda o'qishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning Telegram degan guruhimiz ochilgan. Ushbu guruhimizga ulanib, noldan boshlab Qur'oni Karimni o'qishni o'rgansangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa, YouTube qidiruv bo'limiga arab alifbosini 4 soatda o'rganish deb qidirsangiz, 4 soatda arab til alifbosini to'liq holatda o'rganib olsangiz bo'ladi. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun yaqinlaringizga ulashib qo'yishni unutmang. Kirib kelayotgan Ramazon oyingiz muborak bo'lsin.